yashayman desangiz, mana shunaqa kvartirada yashang. Shahrimizning Fayzobod masjidi yonidan birinchi qavatdan 2 xonalik ota-onamizga olib beramiz degan aka-ukalarimizga mana shu chiroyli kvartirani taklif qilib qolamiz. 70 kvadrat birinchi qavat, 3,5 metr balandligi bo'lgan uyimiz. To'g'rimizda televizorlar qilib qo'yganlar. Oyoq tagida gilamlarga o'zingiz alohida baho berib o'ting. Patolog gipsokarton qandillarini alohida chiroyli did bilan tanlagan ekanlar. Eshiklari podzakas MDF eshiklardan. Kirgandan bu tomondan oshxona qismi, oshxonamiz kattaligi, to'liq kuxna bilan garnitura bilan tayyorlab qo'yilgan, sterilkalari hammasi yangi salofan pachka, gaz plita, vichkaskacha o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda uyimizni kotyol, ya'ni qizdirish tizimi. Endi esa sanuzul va spaynasini ko'rib o'tamiz. Kirgandan vходной eshiklari bu tomonda prixo'ja shkaflargacha qilib qo'ygan ekanlar. Kattagina spalna qismi. Devorlarda, zalda ham, spalnada ham, kuxnada ham molding, ya'ni tiagalar bilan ishlov berib qo'yilgan ekan, birasigacha o'rnatib qo'yilgan ekan, natural biralargacha. Lustralarga alohida, pardalarga esa alohida did bilan zeb berib o'tilgan ekan. Uyimizni sanuzul qismi to'liq metal granit bilan ta'mirlangan, litiy unitaz, akril vannalar hammasi stalak simisitillargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana shu chiroyli kvartiramiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Uyimiz narxi 62 ming dollar, kelishtirib arzon qilib beriladi. Fayzobod masjidi yonidan 2 xonali kvartira.